Başki. Oturaki. Ulanmaki. Yalğızki. Kalı kavunu yevetti. Kamil kalını heydivetti. Şepki kiygen Mahmut Bay, telpek kiygen Davut Bay. Epkeşti su tuşu almay, yıtıvaptı Savut Bay. Kekli kebeh neygi mandınız? Kiyi hocamın toyuğa. Toyla acep kızımakta, nağırsına yanırmakta. Birikim bilek, kötürüdü çilek. Yıkıttı mini, bir tal ton tizek. Keli kel. Köz. Keti ket. Meni men. Ketmen. Keti ket. Meni men. Ketmen. Mekke. Tep koşulsa mektep buludu. Me-ene-ki mek. Te-e-te-pi-tep. Mektep. İkke. Ki koşulsa iki buludu. İki-ik. Ke-iki. İki. Öge. Rük koşulsa örük buludu. Örük örük. Örük. K-a-ka. Me-a-ma-li-mal. Kamal. Me-e-me-ki-mek. Te-e-te-pi-tep. Ke-e-ke. Ke-e-ke. T-i-ti. V-a-va. T-i-ti. De-u-du. Ketivatıdu. Kamal mektepke ketivatıdu. Əcirinin tigi altın. Opa, ben mektepke aldım. Somkanğa kompüter başqa yeməkliklərini tep qoydum. Bana çiləkni ep çıxıb bəgin. Küm töyünü soku yiyildi. Məktəbin baldırak qayıtıb gəlgin, hə? Opa, karutumni rətlik yığışdırıb etdim. Əmdi mamısam keçikib qalımən. Qoton, oğlumuz qani? Köymedilim o. Әні qarısılah o məktəbki ketdi. Burraq kelishni aytdingizmi? O maktabdan kelsa, ketmanni ilib arqoyliga chiqsin. Heliqi qurib qolgan kötekni ko'lab chiqarib, o'tin qilib o'taydi. Bo'ladi, yursilah birdam aram ele o'lib andan chiqsilar. O Kamal emasmi? Ha, shu gap. Uni toza bir adablab qo'ymaymizmi? To'xtab turishim, qapsanlarni men oldimda nima gunoh qildim? Ha, nima gaping bor? Sen darasi yaxshi bo'lganing bilan bizni nima qilib aytding? Nima misan? Nimish qo'risizlar? Mana endi bo'ldimi? Mushtimdek turib qara buning gapini. Ha, uni qattiq qo'ra. Ana do'ppangni. Aqlan bo'lsa bundan keyin darslarda oldimiz o'tib ketkichi bo'lma.
Men texmi tirishib, senlarga o'zimni bir ko'rsatib qo'ymasam. Kamal texi hiç qaytib kelmaydi. Men ansirab qoldim. Opa, men qaytib keldim. Hani bo'z qaytib kelsan, sendan ansirab turgandim. Balam, sana nima bo'ldi? Sen azaldan birasi bilan so'qishib qolmayding. Kim bilan so'qishding? Kim seni boshunda qattiq urdi? Yo'q, opa, men urushmadim. Undaqda yuzing ko'p, do'ppan qon turdi-ku. Bugun maktabda futbol o'ynagan edik. Ehtiyotsizlikdan yiqilib ketdim. Ondoq emas-ku. Raskatlar, sağdan nima bo'ldi? Agar biraz buzaq qilgan bo'lsa, bugundan boshlab maktabga bormay, yenimizda turgan. Men burunmi sana degan, biz degan dehqonda. Dada, siz undoq dema. Dehqonning bolasi nimishqa oliy maktabga bora olmaydi ekan. Hozir kim yaxshi o'qisa shu bora oladi. Menga ishoning, dada. Dada, bugungi darslarimni takror qilib olay, ha? Ma'qul bo'lam. Sen bek yaxshi jumu, dada. Hey Kamal, bu yoqqa kelgina. Yaxshimisiz muallim? Yaxshimisan Kamal? Men sana bir xush xabarni yetkazay. Sen bizning maktab bo'yicha birinchi bo'lib imtihondan o'tibsan. Seni tabriklayman. Derhal uyingga qaytib o'qishga minishga tayyorlik qil. Bu rasmi muallim. Mening oliy maktabga o'tishim uchun siz ko'p ajr sindirdingiz. Mana o'z bolangizga kuyinganda kuyindingiz. Men buni esimdan chiqarmayman muallim. Rahmat sizga. Savoqdoshlarim, sizlarni turishib yaxshi o'qinglar. Sizlarning bu imtihondan o'tib o'qishga berishinglarni umid qilaman. Muallim, men bu xush xabarni uydagilarga yetkazay. Sizni keyin yo'qlab kelman. Bag'im Kamal, uyingdagilarga mendan salom aytqin. Pek yaxshi bo'ldi. Opam bilan dadam bu xabarni olsa qanchalik xush bo'lib ketadi, ha? Opa, dada, men keldim. Dada, men imtihondan o'tibman. Shundaqmi? Muborak bo'lsin bola. Meni kechirgin. Men seni o'qishdan bir necha qitim to'sibdiman. Bu qizim uchun oldinda to'liq xijimman. Undoq deyman, dada. Siz meni o'qitish jarayonida ko'p jafolarni topdingiz. Men o'qishdan kelguncha yana nurg'un jafolarni tortibsiz. Men texnik tirishib o'qib, ajringizga javob qaytaraman. Rahmat o'g'lim.